Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan telefon xotirasini hech nimani o'chirib yubormay qanday joy ajratishni ko'rib chiqamiz, tozalashni. Telegramdami, Instagramdami, demak shunaqa xotira egallab turgan bo'lishi mumkin. Demak, meni YouTube'imda mana ustiga bosib turamiz. Ancha vaqt bosib turgandan keyin mana ikkinchida ilova haqida chiqadi. Ustiga bosamiz. Ichki xotiraga kiramiz. Mana mening YouTube'im 587 megabayt saqlab turibdi. Demak, bular ichida YouTube'dagi hamma narsa o'chib ketadi, pulni yangilanadi, YouTube faqat. Demak, Chrome'ga ham shunaqa qilamiz, bosib turamiz. Chrome'da kerakli narsa bo'ladi. Ilova haqida. Ichki xotiraga mana 29 megabaytni tashkil qilib turibdi men Chrome'm. Buni ma'lumotlarni tozalashni bosib yuboramiz. Hammasini clear add datani. Keyin OK bosamiz. OK. Bo'ldi. Chrome'dagi hamma narsa o'chib ketdi. Endi mana ilova haqida kirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu 29 megabayt edi, endi 18 bo'ldi. Ichidagi kerakli narsalar o'chib ketdi. Hammasi musorlar. Bitta shunda emas, boshqa ilovada ham qilishingiz mumkin bu ishlarni. Mana Google'ga kiramiz. Google'da nimalar o'chirish mumkin? Mana bitta yozsangiz, bir yozgan narsalar saqlanib qoladi. O'sha saqlanib qolgan narsalarni ham ancha megabayt olishi mumkin. Shuni ham hozir o'chirish ko'rsataman. Bu Google ustiga bosib turamiz. Ilova haqidagi kiramiz. Ichki xotiraga kiramiz. 520 megabaytni tashkil qilib turibdi boya qidirgan, yozgan narsalarim. Bunday ma'lumotlarni tozalashni bosamiz. Kechni ham tozalashni bosib qo'yamiz. Bo'ldi. O'chdi mana. Boya 500 necha edi, endi 435 megabayt bo'lib qoldi. Demak, mana xotiralarni tozalab yubordik, ma'lumotlarni. Endi chiqib qaraymiz. Ichiga kirib qaraymiz. Qidiruvga kiramiz. Mana. Hozir ikki marta, bir martaning o'zida o'xshamasligi mumkin. Ikkinchi marta ham qilib ko'ramiz. Mana. Kechni tozalash, ma'lumotlarni tozalash. Va bu bo'ldi. Endi yana kirib qaraymiz. Ancha ma'lumotlarni tozalangan bo'ladi. Ya'ni ancha megabayt xotiradan joy olingan bo'ladi. Joy ochildi mana. Ko'rib turganingizdek, ichida hech nima yozgan narsalar yo'q. Video foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda undan ham qiziq narsalarni chiqarishga harakat qilaman. Rahmat.